Yetti qozon qarang. Shunda ovqat qilgisi keladimi odam, ha? Yo'l bo'lsa, Bozorga borib keling. nima qilasan bozorda? Uydagi olib kelgan qozoningizda ovqat qilib bo'lmayapti. Nimaga qilib bo'lmaydi? Bo'ladimi? Qachon qilsa tegi oladi. Tuzukroq qozon olib kelmasam bo'lmaydi. Bo'pti, bor, olib kel. Pul berasizmi? Pulim yo'q. Ay, nimaga yo'q bo'ladi? Kecha kuni oylik oldingiz-ku. Ayni u pullarni joyi bor. Darrov qozoningga aniq qo'shimdan pul yo'q. Mayli. Qo'shimni qilib olib kelarman, bo'lmasam o'zim amallab topib. Obbo, kimnidir topib qo'yami deyman, poylamasam bo'lmaydi-ku. Assalomu alaykum aka. Nima qilyapsiz? Yaxshimisiz? Xotinim yuribdi bozorda. Ovqat qilamiz deb, shunda qozon olaman deb. O'zi qozonlamada tag'in biya. Qozonni yemay kelman-ku. Qarang, hozir ancha kelib qoldi, valla xotinim. Onang ham kiribdi. Mana aytibdi 5 tasi kirib qolsa valla qishda sotilmaydi, deyapman, xonmi? Nima yashashimiz kerak? Bu do'kon bo'lsa, bu tovarlarimizni sotishimiz kerak edi, aka. Ketayotganda bir qismini ketaman, aka. Sotishimiz kerak, aka. Mashaq o'tkazmayman, so'zim mashaq o'tkazmayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. UCC Life do'koni shu? Shunaqa. Voy, men Instagramda kuzatgandim, sizlarning do'konlar. Voy, sizni ham ko'rgandim. Voy, bu idishlar haqiqatdan ham Germaniyada ishlab chiqaradimi? Bunaqa to'g'ri, bu bizning modellarimiz UCC Life firmasi Germaniya texnologiya bo'yicha ishlab chiqariladi. Menga qarang, ukajon, bu qozonlar sizga tega olmaydimi? Chunki xo'jayin olib kelgan qozonlar alyumin tega oladigan hid chiqaryapti. Men bilasizmi, firma, ishxona, korxona bor atrofimda, o'shalarga ovqat qilib sotaman, tirikchilikda. Menga yaxshi qozonlaringizdan bering. Mana katta qozoningizdan, keyin kichirog'idan. Voy, manti qozoni bor ekan-ku. Bilasizmi, shunaqa mantini yo'q qilib qo'lim o'ynatib mantilab pishiraman. Ayni mana shunga manti qozon menga kerak edi. Olsa bo'ladimi? Yo'q, bizga yangisini beramiz. Yangi pokovkasini ochib beramiz. Bu qasqonimizni tegini qozon qilib ishlatsangiz bo'ladi. 10 litrlik. Tanlovga narsalaringizni sizga komplektini yangisini olib beraman. Voy, mana bu qushda ichiladigan cho'gimmi? Ha? Shundan ham bitta naborga qo'shib yuboring. Bu naborimizdan ichidan chiqadi yo'qmi? Voy, buncha yaxshi bo'ldi bo'lmasam. Rahmat ukajon, baraka toping. Yaxshi ishlating. Pulicha buni olib. Pulini yo'q yashinib yotgan xo'jayinimdan olasiz, xo'pmi? Rahmat adajonisi. Onangning